Assalomu alaykum hammaga. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Xo'p, SoftSV ilovasining yangi обновлениясida qo'ldagi hujjat naqdnoylar уже nimaga o'tdi? Elektron versiyaga o'tdi. Ya'ni bundan buyog'iga sizlar naqdnoy qo'lda qog'oz yuritmaysizlar. Hamma apteka bo'ladigan dvijeniyalar ilovada elektron naqdnoyda turadi. Xo'p, buni afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Masalan, ilovaga kirdingizlar, planviy vizit bo'lishi mumkin yoki buni planviy vizit bo'lishi mumkin. Menda marshrutimda plan bor, lekin birortasida planda emasman. Klient bazamga kirib, любой bir klientni yozaman va unga vizitni bosaman. Vizit bosishdan oldin e'tibor beringlar. Mana bu yerda уже juda ham ko'p narsa paydo bo'ldi. Marshrut oplatasi, ostatkasi, akt передача, ya'ni bu прием передача. Akt прием передача bu bizning naqdnoylarimiz. Ya'ni bu klientga qanaqa tovar berganmiz, qachon berganmiz, hammasi bor. Mana shundoq kirsak, men bunga 2-3 marta test qilganim uchun nima уже naqdnoylarim bor. Masalan, kirib ko'rsak, mana naqdnoylar turadi. Naqdnoyni bundoq PDF ga skajat qilib, PDF versiyasini ham ko'rsak bo'ladi. Mana naqdnoyni PDF versiyasi, tovar to'plash dalolatnomasi, naqdnoyning raqami, kim bilan bo'ldi, JNS bilan, uni nima INNS ham turadi. Qanaqa tovar, qancha nimada va agent nom, agent imzosi va bronshikning ham imzosi o'sha vaqtda qo'ydiriladi. Bularni hammasini detalni tushuntiraman. Xo'p, vizit boshlashdan oldin e'tibor beradigan narsamiz, profil qismida kirganimizda eng pastida profil qismida moy podpis degan joyi turadi. Moy podpis degan joyga kirib, o'zimizning podpisimizni saqlanib qilib qo'yamiz. O'zimiz podpisimizni saqlanib qilib qo'yganimizdan keyin e'tibor beradigan narsamiz, ismimiz to'liq turishi. Asanova Isitora kimdir, ya'ni otchествolaringizni yozib qo'yganlaringiz yaxshi, dokumentlarda, hujjatlarda otchествolaringiz ham turadi. Xo'p. Shunda klient qismidan klientni topamiz. Klientga kiramiz va bu yoqda men buni plan vizit qilyapman. Tovar berish uchun bundan buyog'iga vizit zaruriy bo'ladi. Ya'ni faqatgina aptekaga borib tovar berishlaringiz mumkin. Nachat vizitni bosaman. Nachat vizitdan keyin mana klientning narxi turibdi. Uni ostatkasini ko'rishimiz mumkin. Klientda qancha tovar bor. Xo'p, buni zakasini ko'rishimiz mumkin. Qanaqa zakaz bor? Istoriyasini ko'rishimiz mumkin. Vizitlar istoriyasi, zakazlar istoriyasi. Buni hammalaringiz bilasizlar. Xo'p, va aksiverkasini ham ko'rishimiz mumkin. Klientni bizda va ular o'rtasidagi bo'lgan dvijeniyalar. Masalan, qancha qarzi bor va qancha oplata bo'lgan, kassaga tushgan, hammasini ko'rsa bo'ladi. Va bu dokumentni ulashib ham olasizlar. Masalan, kopirovka qilib tashlaganda любой bir brauzerda saqlangan xabarga klient o'rtasidagi aksiyaga kelib chiqadi sizlarga. Buni PDF da ham skajat qilib olsalaringiz bo'ladi. Mana klient o'rtasidagi aksiyaga. Xo'p, aksiyadan yana bitta plus tarafi o'sha naqdnoylarni elektron versiyaga o'tishi. Bundan oldin aytganimdek. Xo'p. Demak, vizit qilyapman. Masalan, zakaz so'raman. 2 ta main spray. Zakazni подтвердить qilaman. Bir marta tekshirib olib, to'g'ri tovarlarni urdimmi yo'qmi? Zakaz подтвердить qilgandan keyin уже akt kelib chiqadi. Akt ikki tilda, ruskiyda va o'zbekchada. Mana bu yoqda agentning nomi va bronshikning ma'lumotlari chiqdi. Agar bronshikning ma'lumoti xato chiqsa, ismi o'zgargan bo'lsa, sразу klient qismiga o'tib, statsiya klienti. Xo'p, vizit davom etmoqda. Bronshikning ma'lumotlarini o'zgartirib olsam ham bo'ladi. Mana bitta saqlanib bosaman. Va vizitim hali ham turibdi. Glavniyga chiqsam, vizitimga qaytaman. Qaytib zakazimga qaytaman. Zakazni ikkita uraman va zakazni tasdiqlayman. Tasdiqlaganimdan keyin ikki xil tilda, ruskiyda va o'zbekchada xohlagan tillaringiz, ya'ni bronshik masalan rus tilini tushunmasa, o'zbekchaga o'tkazishingiz mumkin. Ruskiy o'zbekchaga, men ruskiyga qo'yib olaman va уже podpisni bosib bronshikka beraman. Mana bu qismini ko'rsatishimiz kerak. Podpisni bosishdan oldin.
Ya'ni senga mana shunaqa summadagi tovar ketib o'tdi. Mana bu inelaringiz, mana bu sani noming. Iltimos imzo qo'yib bering deb beramiz. Bronshik imzo qo'yadi. Bronshik imzo qo'ygandan keyin готов bosamiz. Уже dokument shakllandi. Dokumentni PDF-ga skachat qilib olsak bo'ladi. PDF загрузкасы boshlandi. Ochsak, mana dokument уже накладной PDF-da skachat bo'ldi. Xolasak buni tashlab berishimiz ham mumkin va bu doim arxivda приложение turadi. Hop, qayerda turishi haqida gapiradigan bo'lsak, xo'p, накладноylar mabda turadi. Doim главныйga o'tganda aktiv прием передача накладноylar doim mana shu qismda turadi. Nakladnoylarni hozircha nakladnoy raqami bilan topib olsak ham bo'ladi. Yoki aynan klientning o'zidagi nakladnoylar kerak bo'ladigan bo'lsa, klientik qismidan JNS ga kirib o'tganimizda aktualizatsiya tovarda mana shu aynan JNS klienti bo'yicha nakladnoylar ham turadi.